Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun Qo'qon shahridagi Qush bozoriga kelganmiz. Markazda Lesa parkda joylashgan ekan. Bir qator bu joyni ko'rib chiqdim. Joylari ham juda ham chiroyli, salqingina ekan. Hozir qushlar, baliqlar, tovuqlarni va quyonlarni obzorini qilib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimizni endi kuzatayotganlar bo'lsa, obuna bo'lib, galichka bosib qo'yinglar. Hali yaxshi, zo'r, manfaatli videolar oldinda. Bizlar mana bir boshdan sekin obzor qilishni boshladik. Kirishimizga birinchi bo'lib mana jako qushi uchradi. Bu African Grey deyiladi, o'zi haqiqiy nomi. Afrikani Uganda, Kongo, shunga o'xshagan shaharlarida ko'proq uchraydi. Bu necha pul ekan? $900. $900. Necha oylik bu? 3 oylik. 3 oylik. Ruchni, ha? Ruchni. Gaplari sekin chiqish boshladi. Endi chiqyapti. Donga tushib bo'lgan-a? Tushgan. Bu qushlarimiz-chi? Kanariyalar. Ular 100 mingdan donasi. Donasi 100 ming so'mdan. Bu tomonda qafaslarimiz bor ekan. Qafaslar qanchadan? Qafaslar Hop, mana mashalari. ha, bu 100 ming so'm. 100 ming so'mdan. Pastdagilari-chi? Ular ham 100 mingdan. Buni 180 ming. Bunisi 180 ming. Kichkinalarimiz-chi? Ular 50 mingdan. Ama gold sweatlar-chi? Bu 200 ming so'm. 200 ming so'mdan. Qolganlar ham xuddi shunaqa narsa. Bitta kattamiz bor ekan, hozir biz 350 ming. 350 ming so'm. Ana shu jakoga o'xshagan qushlarni boqsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Nomeri nechi, Dehtot aka? 90lik 90lik. 564 Aha. 21 21. Chiqamiz. Aka nechi pul ekan topiganlarimiz? Har xil aka, donasi bular maladoylari 40 ming so'mdan, yosh kattalari donasi 60 ming so'mdan. Donasi 60 ming. Nerazmichi mana? Bulari 250 ming so'm, zangorlari, sariqlari 300 ming so'm. Sarig'i mana o'zaga. Aha. Mana shu 300 ming so'm. Aha. Bitta kanariyamiz bor ekan, nechi pul? 150 ming so'm. Nar. Bularchi mana? Bular jupi 140 ming so'm aka. Donada spingilmi bu? Miramirlar. Miramirmi? Nechi pul bular? Bular donasi 70 mingdan. Donasi 70 ming so'm. Bular ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Ha. Bular donasi 70 mingdan tanlab olasizlar. Banu Pepsi shekilli. Aha. Nechi pul? 600 ming pari. Jupagandek bo'lsa. Aha. Bularchi aka? Hop, bular pepillar 250 ming so'm jupi aka. Bunlari 70 ming so'mdan. Bitta mana bitta miramirmi bu? Aha, bu shu unaqa. Nar ekani? Nar. Nechi pul? Bu 200 ming aka. Amadinkalarimiz yaponskiy shekilli. Ha. Bular jupi 150 ming so'mdan aka. Bitta Maladoychalar. nechi pul bular? 30 mingdan donasi. Aka iftot nomeringiz nechi edi? 94lik Aha. 444 4200. Bitta qanchadan aka? Ular 250 mingdan pari. 150 ming so'mdan pari. Bitta radujniy bor Ha, ekan. radojniy. Bu miramirlar dedim yo, bular Miramir. miramir. Bu yoshimi yoki tayyor holatda? Bular mana bitta narkotda qolganlari yosh. Bularchi nerazmishmi? Bular 250 mingdan katta parlar. Jupimi donasi? Jupi. Kelishtirib beramiz. Bularimiz-chi? Hop, bular 150 ming tuxumi bor bularda. Ana ularchi ham nerazmishmi? Bular bu ruchnoy 200 ming so'm. Amadinkalar. Amadinkalar 70 mingdan pari. Bu tomonda Aleksandr bor ekan. Aleksandr ruchnoy $300. Karella, Nurilla. Karella 300 mingdan, Novozildan 500 ming. Vasila jup shekilli bular. Jup. Ajreli juplar. Anjelellalar $200. Pari. Razella. Bu $300. Bu $250. Bu Razella Rubinmi yo? Robin. Mana bormi shunisi? Hozircha shular yo bular ham Bular. Bular qanchada? Hop, bulari 350 ming, bular 300 ming. Pari. Kartlarimiz ham sotib olamiz. To'g'ri necha edi? 90lik 564 21 21. Xudolar eslatib o'taman, biz Qo'qon shahar Lesa parkda joylashgan Qush bozorimiz. Bular qanchadan ekan? 250 ming so'm aka bular. Rutina deydi buni. Merosli. Kuchi bu. Bular ham zoti bir xil, rangi boshqacha xolos. Bular 250 ming. 250 ming so'mdan. Papugaylarimiz-chi? Papugaylar 130 ming, 140 ming aka, tayyor qaralar, yoshiga to'lgan, ishlashga tayyor. Holatiga qaramaganda. Holatiga qarab, rangiga qarab beriladi. Amadinkalarimiz-chi? Amadinkalar 70 ming so'm jupi. Jupi 70 ming so'm. beriladi. Bular ham sizdami aka? Bular ham sizda. Bular yoshmi yo tayyor holatdagilar? Modalar ekan. Modalar ishlashga tayyor bo'lgan, yoshiga to'lgan. Necha pul bular? Bular 250 ming so'm beriladi bular. Bular-chi aka? Bular donasi 150 ming so'mdan akalar. Karellamiz. Karellalar 170 ming so'mdan. 170 ming so'mdan.
O pefchichi? $100 $100. Yonidagilar-chi? Bular ham shu. $100 Jupa $100. Donasi $100. Donasi $100. Evet. Hadi. O batta karellar bu Dubaymi? Nechi puldan ekan? 500 ming so'mdan jupa. Amadinka 150 ming. Yaponskiy Amadinka. kanadakalarimiz-chi? Amerika marka avtobusni osh limonimiz 200 ming oldi. Ajraylar-chi? 200 oldi. Ajraylarmi? 200 oldi paras. Ha, $200 mi? Razerlar nechi aka? Razerlar 200. $200. Ravochi pari bilan. Hozir mana 17 dan boshlab mana shu yergacha sizlar joydamizmi aka? Nomer bitta bersak bo'laveradimi? Bitta nomer berib olsanglar aka. 97 555 0747. Rahmat. Qadrdon qarang, uchli ajraylar. Ko'p ichyaptilar. Nechi pul ekan aka? $130 aka. $130. Mana bu yerda yana bitta rushlimiz bor. Bunisi qancha? Bu ham $130 aka. Bular 3 oylik diza. Ha, 3 oylik aka. Pepchilar qanchada? Pevchik Rubinimiz 500 ming so'm, prostoy moddalar 300 ming so'mdan aka. Atlasni o'ylarimiz. Atlas 850 ming so'm pari, prostoy 650 ming aka. Papugalar qanchadan aka? Papugalarimiz pari 150 ming so'mdan aka. Nomer necha edi ehtiyot? 99lik 765 1975 aka. Radijni ko'rsatmoqchi edingiz. Radojnik 200 ming so'mdan pari aka. Kelishtirib beriladi. Yaxshi. Bu ishlagan ishlamagan? Yo'q, ishlamagan nolotga aka. Endi baliqlar narxlarini bir qator bilib chiqamiz. Mana hozir bir boshdan ketamiz. Mana ular qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Aka, mechinos baliqlarimiz Katta razmerda. katta razmerlari pari 70 ming so'mdan. Petshoklarimiz 50 ming so'mdan. Ichidagi mana suvotlari qanchadan? Suvutlarimiz aka 35 ming so'm, 50 ming so'm, 100 ming so'm ketaveradi narxlari, holatiga qarab. Ternitsa baliqlarimiz donasi 10 ming so'mdan. Barbuslarimiz 15 mingdan. Aranda baliqlarimiz royking bilan birga 60 ming so'm pari. Roking manimiz. Ha, bular royking hisob. Bularimiz donasini 60 ming so'mdan, bunolari pari gupilarimiz drakon deyiladi. Bularimizni parasi 50 ming so'm. Balonchi baliqlarimiz donasi 15 ming so'mdan. Arandalarimiz 20 ming so'm, bularimiz donasi 50 ming so'mdan aka. Ovqatlarimiz original Xitoyda ovqatlari, pachkaliklari 50 ming so'mdan. Rang beradigan ovqatimiz bor. Bularimiz 100 ming so'm. Paketchali ovqatlarimiz 10 ming so'm, artemiyalarimiz 20 ming so'mdan. Bularimiz 5 ming so'mdan. Aka, agar nomer qoldirib kelsa yaxshi bo'lardi. Nomerimiz 95lik 797 57 62. Mana yana baliqlar narxlarini bir qator bilib chiqamiz. Keling endi filtrdan boshlaylik. Filtr necha pul ekan aka? Filtrning narxi 90 ming so'm. 90 ming so'mdan. Ana endi baliqlarga o'taveramiz. Bu baliqlar turi qanaqa bu? Bu papugay, oq papugaylar. Ha, bu bolasi ekan-da, papugalar. Katta bo'ladi. Necha pul? 10 ming so'mdan. Bularchi bu Afrika shekilli? Bu Afrikada, Orxideya bilan delfinni ballari ular. Necha puldan bular? Orxideya 20 ming so'mdan, delfinlar 15 ming so'mdan. Michinoslarchi? Michinoslarimiz 10 ming so'mdan beramiz. Katta Ternitsa, barbus, Barbuz aralash, bular 10 ming so'mdan, kattalari bular. qizil shakkalachi aka? Uni 15 ming so'mdan. Bu michinosmi albatta? Ha, parusli michinos. Necha puldan bular? Bular 20 ming so'mdan. Ternitsa bolalar ekan, 6 ming so'mdan. pastda skalari bor ekan. Necha puldan skalari? Skalari ham 6 ming so'mdan shu. Guppichi? Guppilar ham 7 ming so'mlik guppilar shularimiz. Teleskoplar qanchadan? Teleskoplarda 15 mingdan qiladi. Afrikalarimiz. Bular kattalari 30 ming Afrikalarda. 20 minglik ham bor ichida. Banu qana balig'ilar, shu nomli Bu akara. Sizlar mana ko'rib turganingizdek hozirgi baliqlarni narxlarini bilib chiqdik. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Chiroyli qilib beradilar. Bitta manzildan berib ketilgan. Mana Qo'qon shahridagi Lesa parkda joylashgan qush bozoridan Kanarikaga alohida bozor bor ekan, ya'ni mana shu joyga keldik. Bular qanchadan deyapsiz aka? 300 mingdan. 300 mingdan. Narvoz. Narlar bular hammasi. Hammasi narx. Onasi 300 ming so'mdan.
Ular ham nar, ular ham nar, sayraganlar. Bular ham shunaqami? Ha, yo'q, 300 mingdan ular. Bularimiz qanchadan aka? Ular modalar. Maladoylari ham bor ichida 250 mingdan. 250 ming so'mdan donasi. Trayni, ha, trayni nimalardan, avlodlari bular. Bundan tashqari xonadonda mana kasseta deganlardan boqasizmi? Yo'q, kassetalarimiz yo'q. Kassetalarga endi nima qilyapmiz? Kassetalarni hali ushlaganimiz yo'q. Biz oddiy qushlar boqyapmiz-da. Nomer necha deyapti aka? Nomeringiz necha edi? Nomerim 94lik 499 06 64. Sisargani cho'jasi 2 oylik. 2 oylik jo'jasi. Bu nechi bu? Bu 50 ming, 50. Sotilishi 50 ming. Bu bedanalari. Bu bedanani xo'rozi mana, bedanani xo'rozi. Nechi pullarmi oshda? Ular 6 mingdan. 6 ming so'mdan. Xo'rochalari. Bular-chi? Tuxum tug'adiganlari 10 mingdan, 10 ming so'mdan. Hammasi mana shu 10 ming so'mdan. Ehtiyot Qo'qon shahar shu Lesaparga kelsa doim chiqasiz. Ha, xudo xolisa. Har yakshanba bozor bo'ladi. Har yakshanba qadrdonlar kelib bemalol mana shu yerdan xarid qilsalar ham bo'laveradi. Sizlar endi mana to'g'larni ham bir qator arzonlarni qilib chiqamiz. Bular qanchadan ekan? Qaysi aka? Mana shular. Bular 600 ming bu. 600 ming. Dan ro'para deylar. Koreyskiy. Bular 300 ming so'm. 300 ming so'm. Bularchi aka mana shular. Bular mana shu uchovsi 1 million. Ana chekada uni $100 ular Bentamda. Tam общий $100. Ha, общий $100, 1 plus 3. Buchi aka? Bular 100 mingdan Adler seriya bo'ladigan. Ehtiyot xonadonda ham bormi aka? Bor aka. Ha, qana turib desalar ham bor turadi. Nomer nechi edi? 91lik 203 45 45. Rahmat aka. Sizlar mana mushuklardan narxni bir qator bilib chiqamiz. Bular zot qanaqa ekan aka? Britanskiy bular. Hop, bunisi 7 oylik. 7 oylik bu. Seri rang, bunisi 1 yosh. Britanskiy parodamiz. Bunisi Scotch Fold 1 yosh. Bular o'zimiz damashlimisi. Manonimiz shotlandskiy. Qancha bu? Bu 50 kunlik. Endi 2 oylik bo'ladi. Narxi nechi bu? Buni 400 ming so'm narxi. 400 ming so'm. Bu kattalarimiz-chi? Kattalarimiz, hop, britanlarimizni 500 ming qilib beramiz. Skotchimizni 400 ming qilib beramiz. Damashli mishiqlarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan tashqari bular ham sizdanmi? Ha. Bular qancha? Uchalarini, hop, rim sandallarini 100 ming, 150 ming qilib beramiz. Kiyimchalarini 30 ming, 40 ming qilib beramiz. Holatidan kelib chiqib. Taraq, qaychi va sayrga olib chiqqani tasmalari bor. Ovqat vitaminlari ham bor. Domikchalarimiz bor. Ularni narxini 200 mingdan qilib beramiz. Latoklarimizni 50 mingdan boshlanib 150 ming so'mgacha bor. Korimlarimiz ham xuddi shunaqa 40 mingdan boshlanib 100 minggacha bor. Nomer nechi derdi? Hop, nomerimiz 90lik 344 95 99. Sizlar mana Kattar bozoriga ham kirib oldik. Birinchi mana shunaqa kattarlarni bir qator obzorini qilamiz. Bularni zotini nima dedingiz? Ha, zalg'amli. Novo deyiladi Toshkent, boshqalar novo deydi. Bizda zalg'am deyiladi bular. Bu narxi qancha bo'lyapti? $50 deyapmiz. Donasi $50. Ha, donasi. Bular hali yosh shekilli? Yosh hammasi. Juvonalari. Bu katta bo'lsa, ya'ni narxi qana bo'ladi? Har xil o'ziga qarab bo'ladi. Holati, ko'rinishi. $100, holatiga qarab. Aslida mana har yakshanba chiqarganlar. Hozir nomer olmoqchi edim. Cheka kelishaversin deyaptilar. Ehtiyot mehmon bo'lib kelib qolsalar ham Qo'qon shahar Lesa parkka. Mana bu yerda mana atrof ko'rsataman. Shu Kattar bozoriga kirganingizda burchaydi. Bunaqa narsalar bor ekan. Mana shu yerda akamiz kattaroq olib chiqib sotar ekanlar. Bemalol kelib chetdan xarid qilsalar bo'ladi. Mana qadrdonlar qo'ldan kelgancha Qo'qon bozorini, ya'ni Lesa parkda joylashgan qush bozorini obzorini qildim. Ko'pchilikda, ya'ni bu bozorchi akalarimiz, qushchi akalarimizni ko'nglini olib video qilish oson bo'lmaydi. Mehnatimizga like bosib, kommentariy yozib kelsalar zo'r bo'ladi. Musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, xonadoninglar sog' bo'lsin, yurtimizga sog' salomat qaytib kelib olinglar. Hammalaring ishlaringizga baraka bersin. Rahmat kuzatganlar uchun.